أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ey iman etqanlar, sizlar Muhammad alayhissalamga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. Chunki bu so'z sizlar maqsad qilgan ma'nini to'g'ri shaklda ifodalab beradi. Ma'lumki, Yahudilar Muhammad alayhissalamga bo'lgan qattiq o'chmanligidan uni so'kish va tillash uchun tilini qasdan to'lg'ab, shundoq ikki bisliq so'zlarni ishlatadi. Ey iman etqanlar, sizlarga tilovat qilinayotgan Qur'onga quloq solinglar, uni yaxshi tushuninglar. Haqiqatni inkor qilgan kofirlarga alamlik azob bor. Izohat. Ra'ina Yahudilarning tili bo'lgan İbrani tilida haqorat ma'nosini, arab tilida bo'lsa bizga qarab qo'ysankan degan ma'noni bildiradi. Shunga payg'ambarga mundaq ikki ma'nilik so'zni ishlatmay, arabchada bizga qarab qo'ysankan degan ma'noni bildiradigan unzurna degan so'zni ishlatish talab qilingan.